Nima qilyapsiz Osin? Ovqat qilmoqchi. Shuncha go'sht olib, hammasini solmoqchimisiz? O'zi eringiz yeplab, yarim kilo go'sht olib kelishni bilmaydi. Mani yerim topganini yeyishni bilasanlar. Tinchlikmi? Kenayi, yana nima baloni boshlayapsiz? Ko'rmaysizmi dadasi? Bular tejashni ham bilmaydi. Qachongacha sizni topganingiz yeyishadi. Dostonbek, akangiz tug'ilgan kunlar edi. Shunga yaxshiroq ovqat qilmoqchi edim. Aqling? Mana pulimga emasdi. O'zi sizlarni boqayotganim yetmaganda nima? Akamni tug'ilgan kunini ham men olib berishim kerakmi? Tinchlikmi? Mana qahramoningiz o'zi ham keldilar. Siz mana shu chirrigan 3 ta xurmodan boshqa hech narsa olib kela olmaysiz, to'g'rimi? Aka, chiqib keting. Keta qolinglar. Hammamiz tinch yashaymiz. Alohida chiqsangiz hammamizga yaxshi bo'ladi, aka. Xo'p. Faqat bir oyda O'g'il bola bo'ling, aka. onasi Labbe, narsalaringni yig'ishtir. xatga ham chiqar. Yig'ishtir dedim. Ketamiz. Qaqqa? Ha, o'zing chiqib ket deding-ku. Ha, chiqib keting. Faqat yangi uyingizga chiqib ketasiz. Sizga uy oldim. O'zimizningkidan ham kattaroq, o'zimizningkidan ham yaxshiroq. Tug'ilgan kuningiz bilan, aka. Men umuman aybim yo'q-ku, lekin hammasiga erim majburladi. Ama kuzuram bo'lsindirim-de. Bu pul, mol dunyo hammasi esdan chiqadi. Lekin ota-onamiz aytganlaridek, oqibatimiz yo'qolmasin, akajon. O'zimizga boshingga kelsa kulfat, O, akang ukang bo'larkan eng zo'r ulfat. Qadri baland, mehribon ekan. Ishonganim qalqonim